manfaatli bo'lsin. O'sha xalqimiz ertaga pilososga motor qo'ydirishdan qo'rqib qolmasin degan maqsadda biz garantiyalarimizda 6 oy muddatga ko'paytirganmiz. 6 oy muddatda ichida mabodo agar pilososingizda har qanday vaziyat bo'lishi mumkin-da. Masalan, aytib bo'lmaydi, tok ko'payishi mumkin yoki ehtiyot shart pilososda masalan filtrini yoki xaltasiga e'tiborsizlik qilib almashtirmasligingiz mumkin. O'shaning uchun 6 oy ham unda o'ylasa pilosos uchun kam muhlat. Chunki deganda pilososda ham har kun ishlatmaydiganlar bor, lekin har kun ishlatadiganlarimiz ham bor. O'shaning hammasini bitta hisobda hisoblaganimizda shu 6 oy garantiyani tanladik. Biz 6 oy sinov muddatini tanladik. Agar 6 oy ichida bizning motorlarimizga qandaydir shikast yetsa, ya'ni u tomonidan bo'lsa, xoh u motor tomonidan bo'lsa, xoh tok tomonidan bo'lsa, bizni qiziqtirmaydi. Обязательно motorni qaytarib olib, sizga yangi motorni taqdim etamiz. Yoki ishxonamizda, ustaxonamizda qo'ydirgan bo'lsangiz, biz qo'yilgan kuygan motorni, garantiyadagi motorni olib tashlab, yangi motorni joylashtirib beramiz. Xo'p, garantiyalar qanday beramiz desak, bizning ustaxonamizda bo'ladigan bo'lsa, biz qo'yadigan bo'lsak, biz har bitta sozlashga kelgan narsalarni nimaga qo'yamiz? Kompyuterga bittalab saqlanib ketamiz. Shtobe ertaga biz esimizdan chiqib qolsa, klient esidan chiqib qolsa degan narsalarni ikki tomondan ham bartaraf qilish uchun o'sha har bitta kelgan xoh u televizor bo'lsin, xoh u utuk bo'lsin, xoh u fen bo'lsin, xoh boshqa narsa bo'lsin, pilosos bo'lsin, xoh u utuk bo'lsin, xoh u pilosos bo'lsin, xoh u televizor bo'lsin, bizga ahamiyatsiz, hamma narsani kompyuterga bittalab kirgizib, har bittasiga bittadan kod yopishtirib ketamiz. Ertaga siz men qanday garantiyani olaman desangiz, o'sha tarafdan olasiz. Do'konimizda masalan, siz do'konimizdan xarid qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz yoki ustangiz bo'ladigan bo'lsa, qo'ydirmoqchi bo'lsangiz, xo'p, bizda har bitta motorimizda chislosi yozilgan, ya'ni bir oy plus minusda keladi bizning motorlarimiz yangilanib, ya'ni masalan, hozir bizda sotib o'tirgan motorlarimiz may oyining motorlari, o'sha may oyida kelgan motorlar, keyingi oyda o'sha iyuldagi ana shunaqa bitta oy qolib ketib kelaveradi. Bitta oy plus minusga ayirib tashlaymiz. Ishtalarimiz hammasi